Bitta yevrey eshak sotib olish uchun bozorga ketayotgan ekan. Bundan xabar topgan tanishi unda ham eshagi borligi va uni $100 sotishini ma'lum qilibdi. Bu taklif yevreyga ma'qul kelib, $100 tanishiga beribdi. Ertasi kuni eshakni olib kelib berish kerak bo'lgan odamni ko'chada ko'rib qolib, eshagini so'rabdi. So'rasa o'lib qoldi debdi u odam. Unda pulni qaytarib ber degan ekan, pulingni ishlatib oldim debdi. Yevrey qarasa, u tanishi na pulni qaytaradigan, na eshakni beradigan. O'ylab ko'rib aytibdiki, unda hech bo'lmasa menga eshakni o'ligini olib kelib ber debdi. Oradan bir oy vaqt o'tib, ular yana ko'chada ko'rishib qolishgan ekan. Tanishi yevreydan o'lgan eshakni nima qilganini qiziqib so'rabdi. Yevrey unga $998 foyda ko'rganini aytibdi. Qana qilib desa, yevrey javob beribdi. Men $2 500 ta lotereya sotdim. Lotereyaning ustiga $2 ga eshak yutib oling deb yozib qo'ydim debdi. Xo'p, yutgan odamga nima deb javob berding desa, yutgan odam kelib eshak o'lganini etib e'tiroz bildirganida $2 ni qaytarib berdim debdi. Demak, tijoratda qanday qilib bankrot bo'lmaslikni emas, balki bankrot bo'lib pulni yo'qotgandan keyin qana qilib yana qayta foyda ko'rish va oyoqqa turishni o'rganish rivojlanishning eng asosiy omillaridan biri hisoblanar ekan.